Shahlo bilan mana Zarafshonni oldidan kelyapmiz. Bu mana oliy nima senat deydi, bu imorat boshqa bo'lgan. Mana o'ng qo'limizni Navoiy sifatida. Men mana shu daraxtlar haqida gapirib hech ham charchamayman, Shahlo bilasan. Daraxtlar o'zi uchun gapiradi, qaragin. Voy. Hech qachon shu daraxtlarni birovlarga kesish xayollariga kelmasin-da. Bu chinor bor-ku. Har doim mayli ko'p qo'yaman shu narsani, shu chinor daraxtlari mana shu ko'chada ko'p-ku. Qaragin, o chuqur olgin qanaqa. Wow, daraxtlarni qara. Chiroyligini qarayman. Juda chiroyli. Iloyim qolsin-da shunaqa. Toshkentimiz mana sokinligi, tinchligi shu-da mana hozir kech bo'lsa ham shaharda aylanib yuribmiz. Hamma yaxshi kayfiyatda, hamma aylanib maza qilib yuribdi. Bundan ortiq baxt bormi? Yurt tinchligidan. Tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Siz orqali mana buncha narsani sekin ko'ryapman. Ilohim umringiz uzoq endi bo'lsin. shaharni endi ko'rsatdim-da, tushuntirdim bu yerda. Maza qildim, lekin borib tarixga qaytgandek bo'ldim. Mana daraxtlar o'zi uchun gapiradi, bilasanmi? Bu daraxtlarni qancha odamlar ushlagan. Voy bu Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Alloh sizdan rozi bo'lsin ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim 100 ga 200 ga kiring. Xo'p. Sizni yo'lingizni bersin. Inshaalloh. Duolaringiz ostida qolsin. Mana ustoz bilan maza qilib aylanib yuribmiz, o'lgan kundan chiqdik. Maza Bunga qildik, lekin kelganning hech ketgisi yo'qdir. Ajib bir dunyoga kelib qoldik biz. Bu ajib dunyoga kelib qoldik biz. Bunga kelganning hech ketgisi yo'qdir. Ajib bir dunyoga kelib qoldik biz. Bu ajib dunyoga kelib qoldik biz. yashang. Dunyoga keldingmi, yashashing kerak. Yashang. Hofizimiz Sherali Jo'rayev qara, uni u odam o'tgandan keyin yana ham mavqei oshib ketdi nazar. Men odamni eslab bo'ldi lekin. Men odamni eslab to'xtamayapman. Oldin tirikligida xotirjam edim, mana yurtida Sherali Jo'rayev. Hozir o'lgandan beri anaqa edaman. Yuragim xavotirda turgandek turadi. Har kuni eslaymiz, har kuni shunaqa qo'shiqlarni qoldirgan ekan, aytadi, "Hali ko'rasan meni sen. Men o'lgandan keyin qo'shiqlarim chiqadi" desa ishonmas edimda. Hozir boshqacha bo'laman. Mana Ortiq aka bormi, Kamoliddin aka bormi, Nurdon Hamroquli, Bobomurod Xandon, Olmaxon hammalarining o'rni endi yomon bilaman. Ayniqsa Sherali akani. Sherali aka endi kuchli ijodkor bo'ldi.